Саламатсыздарбы, урматтуу каналдын катталуучулары, каналды көрүүчүлөр. Мен бүгүн Ош шаарындагы дизайн комфорт KJ салонундамын. Балдар кроваттарын, стол, кухня гарнитурларын сиздерге көрсөтөм. Бааларын сиздерге таныштырабыз. Канчадан детский кроваттар? Булар эже 4,5 миң сом ками бар, түшүп беребиз. Жакшы. Өзүңүздөр жасайсыздар? Өзүбүз кылып, өзүбүз сатабыз, Материалы эмне? Ламинат. Ламинат. Бул кроваттарчы? Булар Өзбекстандан чыгады. Сеналары 9 миң сом ками бар. Үстүгө матрасын салып беребиз, nimalarini ham коюп беребиз, пардаларыны. Двухэтажный болобу ошондо? Mana двухэтажный mana. Азыр. Кана? Муналарбы? Канча булар? Буларыбыз 5,5 миң сом ками бар. Кромкалары ham пластмасса кромка. Katta аппарат баскан 1.80 га, içi 70. İçi 70 экен, 1.80 га. Жакшы экен. Өзүбүздө местный иштер. Местный иштердеңиз? Ламинатпы? Ламинат экен. Мында шкафтар да бар экен. Канча булар? Bu şkaflar 6 ming so'm kami bor, tushib beramiz. Akal seni 5,5 ming so'm. 5,5 ming so'm ekan akal ishlar. Местный иштер экен булардагы, мынактары. Жакшы. Бул шкафчы? Senasi 1 deb berdim. 6 ming dedиңиз. 6 ming kami bor, akal seni 5,5 ming. 5,5 ming экен акыркы сенасы. Мына балдар шкафтары дагы бар экен бул жерде. Канча сом экен? Ular 3,5 ming so'm kami bor, akal seni 3200 so'm qilib beramiz. 3200 экен окончательный сенасы. 3 ta tortmaylari bor mana. Тартмайлары бар экен. Жакшы. Булардын ар кандай расцветкалары бар экен. Уголоктор да бар экен. Канчадан? Bular 7 ming so'm kami bor. Akal seni 6,5 ming qilib beramiz. Окончательный сенасы 6,5 миң сом экен. Мындай жашыл бар экен, күрөң бар экен. Ар кандай расцветкалары бар экен. Мына балдардын парталары канча? Bular 3 ming so'm mana. 3 миң сом экен. Жакшы. Балдар стулдары 3 миң сом. Мына кухонный уголоктордун болсо размерлери чоңураак экен. Баасы канча? 9 ming so'm kami bor. 1,5 ga 2. 1,5 га 2, 9 миң сом кеми бар дейт. Булар да ушундай, Senasi 1 deb. Сеналар бирдей. Бул жерде бир катар кухонный. Мыналар 1,5 метрлик кухонныйлар. PVC кромка. Mana onasi полкасы. Жакшы, полкалары да бар экен. Канча узундугу? Полкалары 1,5 метр. 1,5 метр экен. Баасы кандай? Бағасы 5,5 миң сомго берамыз. Bo'ladigan narxi. Ар кандай расцветка? Расцветкалары bor. Мыналар акрил российский. Кайсылар? Мыналары? 2 metrlik. Polkası bor. Bular sotiladigan bahası 12 ming so'm. Mana ham российский akril. Кайсы? Мына? Mana bu. Bu ham 12 ming so'm. 12 миң сом экен мына. Мен тартып аткан. Канча метр? 2 metr. 2 метр экен. Бул жактан тосулуп калыптыр. 2 метр экен. Жакшы. Manalar stullar. Stullar. 2,5 ming so'm 4 ta taburetkasi bilan 2200 dan beramiz. Mana ular javonlar. Javondарды көрсөтүңчү. Mana kirib ko'ring. Mana ular javonlar. Mana bir jupi 3 ming so'm ekan. Bir jupi 3 ming so'm ekan. Mana 1,5 metrlik kuxunnilar. Mana Qancha so'm ekan bu? 5,5 ming so'm sotilishi. Sotilishi 5,5. O'shda o'zimiz yasab chiqqanmiz. Do'xola 20. Мынанда дагы сонун кухонный гарнитур бар экен. Сонун жасалыптыр, ак цветте. Mana ochib ko'rsatayin. Polkalari bor. Mana uka. Mana g'aladonlari bor, polkalari bor.
15 ming so'm. 15 ming so'm ekan naq. Ko'kanda garnitur. stil. Toshkentskiy stil deydi. O'zimiz yasaganmiz. O'shda yasalgan. Yaxshi. Sandiqlar qanday? Jupi 7 ming so'm. Toshkent sandiqlari juvi 7 ming so'm ekan. Aha, mana ke. Mana bu 75 santimetrlik kuxnimiz. Polkalari bor qizim. Uni sotilishi 3 ming so'm. Mana ular 2 metrlik laminat kuxnilarimiz. Bularni sotilishi 10 ming so'm. Yaxshi. Shu yerda jasalgan, Ha, o'shda yasalgan. O'zimizni bolalar qiladi. Mana bu mana opamniki. Akrildan bo'lgan. Akrildan 1,5 metrlik. Rossiyskiy akril. Rossiyskiy akril ekan. Galadonlari Basidagi qanday basi? O, hozir 8 mingga beramiz bularga. metri 8 ming so'm. 1,5 metr 8 ming so'm ekan. Shkaf bor, mana shkaflari bor, shkaflari bilan bor. 1,5 metrlik bular akril. Materiallari toza, kачествоsi bor. Yaxshi deyapsan, kачествоsi. Tortmalari bor mana. Bu yoqda mana kladovkalari bor. Shkaflari bor. Bu yoqda yana bor mana. Xolasa mo'ka qo'yib bering desa, bu yerga mo'ka qo'yamiz. Mo'kada qo'yib berasizlar, ha? Mo'kada qo'yib beramiz. 15 minutda qo'yib berishadi bolalar. Tayyor bu yerda. Mana bu ham 1,5 metr. Bularning narxi 6,5 ming. 6,5 ming so'm ekan. Mana uni narxi 8,5 ming so'm. Akril bu mana. Aynalari toza, mana ichida o'rnatilgan. Bu yerda mana polkalari bor, shkaflari bor. Mana bu tevasiga ham ochasiz, avtomatik yopilib qoladi bular. Mana bu yerda yana polkalari bor, udobni ishlatishga yaxshi. Mana bu yerda yana kattaroq qozonlarga ham raschot qilingan. Mo'yka desa mo'yka qo'yib berishimiz mumkin. Mana bu yerda yana bu yoqqa tortmasiga bir narsalar qo'yadigan tortmalari ham bor mana. Bu yoqda shkafchasi bor. Botadi, qancha idishingiz bo'lsa, xazasviniy narsalar kirib ketadi. Mana bu yerda shkaflarimiz bor. Bu shkafni 4 mingga sotiladi. 4 ming ekan. Mana eshiklari ichini ochib ko'rsating. Mana ichida ancha narsa botib ketadi. Katta nimalari bor, polkalari bor mana. Mana tortmalari ham bor. Bu yerda shkafi bor mana. Polkalari bilan. Polkalari bilan. Materiali akril. Akril ekan. Kachествоsi bor, eshiklari o'zi yopilib qoladi, avtomatik yopiladi. Mana bu shkafimiz 1,20 kuxunli akrildan qora oq qilib yasalgan. Bu yerda polkalari bor mana. Avtomatik yopilib qoladi eshiklari. Mana bu yerda polkalari bor. Qancha so'm? Bular 8,5 ming so'm. 8,5 ming so'm ekan. Qancha metr? 1,5 metr. 1,20 bunisi. 1,20 ekan. 1,20. Mana o'zi yopiladi. Aha. Bu shkaflarimiz, Shkaflaringiz qancha? bu shkaflar 5,5 ming so'm. 5,5 ming so'm ekan. 5,5 mingga sotamiz. Bu yoqda vishilkasi bor. Polkasi ham bor. Mana bu yoqda polkasi bor. Polkasi ham ko'p. Katta. 5 polkasi bor o'xshaydi. Ha, mana 1, 2, 3, 4 ekan. 4 4 ta ekan. polkasi bor ekan. Bu ham shunday mana. Basi qancha? Bu 5,5 ga sotiladi. 5,5 ga sotiladi ekan. Mana Bu bo'lsa kupeyni shkaf ekan. Qancha ekan? 9 ming so'm bu. 9 ming so'm ekan. Mana so'mma. Mana shkaflari bor. Chalvat ekan. Vishilkasi ham bor va avtomatik yopiladi. Avtomatik ochib chalvat ekan. 9 ming so'm dedingiz a? Mana keyin mandadagi oq shkaf qancha ekan bu? 5,5 mingga beramiz. 5,5 mingga berishadi ekan. Mana Kiyim vishilkasi bor. Vishilkasi. Ikkita aynagi bor. Aha. Shkaflari bor. Katta 1, 2, 3 ta katta shkaf bo'ladi. Podroskovoy shkaflar da bor ekan. Mana bu yerga vishilkasi ilinadi. Tortmalari ham bor mana. Yaxshi, qancha so'm ekan?
Bular 4000. 4000 so'm ekan. Mana bu yerga shkafchilik bor. 1, 2, 3, 4 ta. Katta, baland, Yaxshi. chiroyli. Ishlari Bu yoqda da so'nin kuxonniy garniturlar bor ekan. Manda oq, qora nedan jasalgan material. Qancha ekan? bu 13 mingga sotiladi. 14 ming deb 13 ga sotamiz. 13 mingga sotiladi ekan mana kuxonniy garnitur. Uzunligi qancha ekan? 2 metr. 2 metr ekan. Manda so'nin qizili 12 mingga sotamiz buni. Bo'lishi? 12 mingga sotiladi. Bo'lishi 12 mingga Bo'lishi sotiladi. 12 ming ekan. Buldagi metrlik, shunday 2 2 metrlik. Aha. Kurtkalari bor mana. Tortmalari bor mana. Üstü va tepasida ham bor mana. Yaxshi Mana bu ekan. yerda kurtkalar bor. Ko'p katta narsalar sig'adi. Mana bu yerda yana tortmalari bor. Bu yerda mana kurtkasi bor. Polkalari Bu yoqqa mo'yka qo'yib bersak bo'ladi. Bu yoqqa mo'yka Mo'yka zakaz. qo'yayotgansizda, qo'ysa da Mo'yka qo'yib bo'ladi. beramiz. Desa, klient aytgan yerga mo'yka qo'yib beramiz. Молодцы, yaxshi. Mana bu ham Buldagi 2 metrmi? 2 metrlik akril, kачествоsi toza, ishlari yana mustahkam. Bu yerda ham polkasi bor. Keyin mana yana bu yerda yana bitta polkasi bor. 3 emasi bor Bundan ekan-da. ortiqcha joyi mana bu o'rtada ham bitta Bu joyi отдельно kichkina polkachasi bor. Mana shkaflar bular. Qancha narsa bo'lsa ham botadi. so'm ekan. Oilaga juda kerakli narsa. Kuxonyaga so'm ekan. Kuxnyaga qo'yib hamma saramjon bo'ladi. Mana bu yerda yana shkaflari. Mana bu yerda yana shkaflari bor. Xolasa kuxnik nima qo'yib bering desa mo'ykani, yo bu yoqqa bu yoqqa Qolagan yerini klientin mo'yka qo'yib beramiz. qo'yib berishyapti ekan. Mana tortmasi bor. Ichimga qoshiqlarga Uchta tortma bor ekan. Mana bu yerda yana eng ajoyib joyi borki, mana bu yerda bir kladovka qilib qo'ygan. Kerakli bir narsalarini solib qo'yadi. Saramjon turadi. Eng son. Shkafi bilan mana Bulardagi 2 metr ekan. Shkaf menen ekanda shkafi yana. bilan 16 ming bo'ladi. Mana 2 metrlik yana shkafi bilan olsa 16 ming, отдельно olsa 12 ming, 4 ming bo'ladi. Shkafi 4 ming, bunisi 12 ming. Qo'sha olsa 16 ming bo'ladi ekanda. Mo'ykadagi bor ekan. Qancha so'm ekan? Mo'ykalar 4900 so'm. 4900 deydi. Mo'ykalar. Kачествоsi yaxshi, akrildan bo'lgan. Ishlashiga mana udobni hamma taraflama qilib o'rnatib qo'yilgan. Eng so'm ekan. Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Bizni O'sh shahridagi aziz, bizni mehmonlarimiz u o'zimizni bizga yashayotgan qadrdonlar. Bizni kanalimizga, bozorlarimizga xush kelibsizlar. Biz O'sh shahridagi Veshevoy bozorda mebellar bilan savdo qilamiz. Bizni bolalarimiz yasaydi, ustalarimiz yasaydi. Biz mana shu magazinlarda o'tirib savdo qilamiz. Bizni magazinlarimizga xush kelibsizlar. Kelib turinglar. Bizning narsalarimiz oilaga juda keraklik hamda juda zarur narsalar. Albatta bizni magazinlarimizga kelinglar. Mana sizlarni ko'rsatgan mana shu tovarlarimiz sizlarga mushtoq. Kelinglar. Nomeringizni aytib qo'ysangiz, nomeringizni. 0557 55 21 11. Telefon nomerimni yozib olinglar. Qanaqa narsa kerak bo'lsa, zakaz qilsanglar, uylarga yetkazib beramiz. Xohlagan ranglarda, yana sizlar istagan fasonda yasab berishimiz mumkin. Albatta, bizni bozorimizga kelinglar. Xush kelibsizlar. Sizlarni kutamiz.